Darddan kuchliroqsan armondan baland, tomiring jannatning poyiga payvand. 41 joni ham farzand bilan band. Sen asli rizvondan kelgan bir xayol, Xudoning suyukli bandasi ayol. Ayni damdagi suhbatimizni biz nafaqat ona O'zbekistonimizda, MDH mamlakatlarda, shuningdek butun dunyoda desak ham hattoki mubolag'a bo'lmaydi, Greenleaf korporatsiyasining 4 yulduzli xonimi Dilbarxonim Usmonova haqida hikoya qilamiz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Dasturimizda xush ko'rdik. Rahmat. Greenleaf korporatsiyasi o'zi qanday korporatsiya va bunga sizni kirib kelishingizni o'zi qanday bo'lgan? Ya'ni kim har bitta sizga o'xshagan mana shu direktorlarimizni o'zining hikoyasi bor. Albatta har bir insonni, ya'ni tadbirkorni kirib kelish tarixi bo'ladi. Shu qaysidir mavqeda yuqoriga chiqqan holatda, statusga chiqqan holatda o'zidan o'zi bo'lmaydi bu narsa. O'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi, o'ziga yarasha xursandchilik davrlarimiz bo'ldi. Allohga shukrki, mana hozir mana shu qisqa muddat ichida Greenleaf korporatsiyasi juda ham katta bir to'pga chiqsa ham bo'ladi, chunki mahsulotlarimizni o'zi haqiqatda har bitta oilaga kerak bo'lgan mahsulotlar, har bitta xonadonga, ya'ni shu toza mahsulotlarni olib kirish niyatida harakat qilganman. Avvalambor birinchi o'zim ishlatib ko'rganman. Haqiqatda qachonki siz o'zingiz ishlatib ko'ra olsangizgina, keyin kimgadir bu narsani tavsiya qilasiz. Shunchaki men shu mahsulotni ishlatganimdan keyin oddiy bitta kir parashogini ishlatganimda shunaqangi bir o'zimda shuni bilasiz, ayollarning og'riq tochkasi bo'ladi. Kirlarimizni oqartirish, nozik joylarimiz. Ana shu joyda men aytdim, bu biznesni shunchaki qilaman va butun O'zbekistonimizga bu mahsulotlarni olib kirish uchun sababchi bo'laman deganman. Allohga shukrki, hozirgi kunda nafaqat bu bizning O'zbekistonimizda, butun MDH davlatlarida ham mana shu Greenleaf korporatsiyasining mahsulotlari juda ham talabgir bo'lib turibdi. Greenleafda mana sizni shogirdlaringizni soni aytish mumkin bo'lsa, anchaga yetgandir, ustoz? Hozirgi kunda aynan Greenleaf korporatsiyasida 500 ga yaqin tadbirkorlarimiz bor. O'zlarini tadbirkorlik faoliyatini, do'konlarini ochib, reklamalari uchun davlatga o'zlarining soliqlarini to'layotgan, ya'ni o'zimning shogirdlarim bor. Bundan men juda ham xursandman. Qaysidir ma'noda shu davlatimizga zarracha bo'lsa ham shu tadbirkorlik hissasini qo'shdimi, bu meni yutug'im deb bo'ldim. Mana shuncha insonni siz qaysidir ma'noda ishsizlikdan olib qolishdan tashqari siz ularni oilasiga quvonch bag'ishlayapsiz. Siz ularni qanaqangidir ayollarga yopishadigan o'sha bekorsozlikdan kelib chiqadigan kasalliklardan asrayapsiz va oilasiga baxt va barakot ulashyapsiz. Men bitta narsadan juda ham yana xursandmanki, bu nafaqat MDH mamlakatlarda, balki shu chet ellarda ham hattoki sizni o'sha yurishlaringizni ko'rganimda, sizni kutib olishlarini hattoki meni yuragim ko'rib turgan jarayonda haqirib ketdi-da. O'shandir bir paytlarda o'zingizda ham bir qo'rquv bo'ladimi? Ozgina bo'lsa ham shuncha butun auditoriya to'la, hattoki 1000 ga yaqin odamlarni ko'rdim. Masalan, o'sha Tojikistondan ham, Qirg'izistondan ham masalan kirib borganda ozgina bo'lsa ham bir nima deydi, cho'chish, hadik bo'ladimi? Albatta bu boshda bo'lgan, boshda qaltirab, oyoq qo'llarim titrab, nahotki deyman, ichimda shunaqa o'zimga savol, nahotki bu men deyman. Lekin bu davrlar o'tib, o'sha bu oddiy holatga keladi. Chunki o'sha har bitta sahna, dunyo sahnalariga chiqqanmiz. Mana Rossiyada bo'lib o'tdi, Qozog'istonda, Qirg'izistonda bo'lganimda, aytdim, nahotki shu o'zbek ayoli shunchalik mana shu chet davlatlarga chiqib, shunchalik e'tirofda bo'lish men uchun juda ham baxt bo'lgan. Albatta, har bir narsani ichida muvaffaqiyat turadi, pul deylik, qaysidir ma'noda, lekin puldan ham muhimroq bo'lgan e'tirof ekan. Shu narsani men juda ham his qildim. Endi bu e'tirofni saqlab qolish bu undan ham qiyinroq narsa-da endi. Bu salobatni ushlab qolish undan ham qiyin. Endi mana shuni xalqqa, ommaga tushuntirish masalasida o'zingizni bir hikoyangiz bormi? Chunki osonlik bilan kechmagan-ku bu. Va umuman o'zi birinchi bo'lib xayolingizga qayerdan keldi bu? Chunki sizni kasbingiz boshqa musiqa rahbarisiz, fortepiano bo'yicha musiqa ustozisiz. Albatta bu narsa
har doim qo'rquvdan boshlanadi. Har bitta qadam tashlayotganingizda yetti o'ylab bir kesasiz. Lekin bitta narsani aytaman, Allohga tavakkul qilganman. Chunki niyatlarim yaxshi bo'lgan. Butun shu respublikamizga mana shu toza mahsulotlarni maqsadim kiritish bo'lgan. Aytganingizdek, hozir tarixim aytsam, juda ham tarixim ko'p. Hozir Muhabbat opa, bilasiz, har doim muvaffaqiyat bilan, ya'ni og'ir kunlar ham baravar keladi. Chunki korporatsiyamiz, Greenleaf korporatsiyasi 42 kunga qadar shunaqa sinovlar bo'ldiki, ya'ni tashlab ketishim uchun sabablar juda ham ko'p bo'ldi. Sabablar ko'p bo'ldi. Bilamiz, ayollar uchun birinchi o'rinda oila turadi. Oilamga juda ham katta sinovlar keldi. Biz biznes boshlagan paytimizda, ya'ni o'sha farzandimni o'sha chet elga olib borib davolatish, har xil holatda, bilasiz, bunga qancha pul kerak bo'ladi. O'sha paytda qiyin holatda bo'lganman. Lekin Alloh shunchalik kuch-quvvat berdiki, ya'ni ham oilamni ham mana shu biznesimni, ya'ni rivojlantirish uchun bor kuchimni sarfladim deb o'ylayman. Bunga faqat men o'zim emas, Alloh ko'magi bo'ldi deyman. Lekin uncha-muncha inson bu ishni qilmagan bo'lardi. Chunki hozir aytayotgan narsam o'sha katta farzandingiz qaysidir ma'noda kasalga chalinib qolsa, to'satdan o'sha stress bo'lgan holatda u ham o'zi emas. Chunki hozirgi tadbirkorlarni, hozirgi insonlarni ko'raman, oddiy farzandni ismalab qolganda necha kunlab, misol uchun baholalar bilan yoki bo'lmasam qaysidir ma'noda biznesdan uzoqlashish uchun oddiy bir elementar narsaga ham aytaman. O'sha Hindistonda kelayotganimizda aeroportda soatlab 6 soatlab 8 soatlab qolib ketganmiz. Bolam shunda onam chida olmayman, yura olmayman degan. O'sha holatda shunda nimaga yotqizib, o'sha 8 soat ona shu holatda o'tirishi o'zi bo'lmagan. Lekin o'sha yerda qo'ng'iroqlar bo'lgan, telegramlardan shogirdlarim o'sha paytda qilishadi. Ustoz, biron marta ularga nolib yoki meni tinch qo'yinglar, hozir oilaviy muammolarim bilan degan holat bo'lmagan. Faqat ularga ishonch, harakat qilinglar, Alloh yuzlarimizni yorug' qiladi deb o'sha joyda ichimda bitta narsa ham endi kechirasiz, qo'pol qilib gapirdim. Albatta. O'sha holatda ularga motivatsiya berishga, ishonch berishga, ularni ishonchini ko'tarish uchun harakat qilganman. Hozir gapirganingiz uchun o'sha narsa hozir esimga tushib ketdi. Bir qaraganda hamma voy millioner ayol ekan, voy baxtli ayol ekan, voy bundan zo'ri yo'q deb bilishadi, lekin u bosib o'tgan yo'llar, uni o'sha bosib qolgan toshlar hammasini agar hisoblaydigan bo'lsak, hattoki bizni o'sha eng jimjimador so'zlarimiz ham uni vazniga teng kelmasligi mumkin. Shuning uchun ham dastur boshida o'sha darddan kuchliroqsan, armondan baland degan so'z aynan mana shu siz kabi O'zbekistonimizdagi tadbirkorlik yo'lida o'zini nafaqat jonini fido qiladigan ayollarga bu bag'ishlangan she'r deb bilaman. Xo'p, mana endi hamma ishlaringiz bo'ldi. Mana hozir Dilbar Usmonovasiz, kamingiz yo'q. Lekin mana shunday paytda ham sizni o'zingizni bir qalbingizdagi nimalardir bir armonlaringiz bormi hali ham? Hozir shogirdlarim aytadi, siz bergan savolni berishadi, ustoz, sizda ham shunaqa dard bormi deydi. Lekin har bitta holatda o'sha 3 yil, 4 yil orqaga nazar solsam, o'sha paytda biz uchun dardli bo'lgan holat hozir kulib eslaymiz shu narsani. Lekin hozirgi kunda armonim yo'q. Faqatgina maqsadim, buyuk maqsadim. Nafaqat bu O'zbekistonimizda, butun dunyoga mana shu toza mahsulotlarni, ya'ni olib chiqish, ya'ni oilamizga farovonlik kirgizish, moliyaviy erkinlik kirgizish uchun hozir sa'y harakatdamiz. Sizni Greenleafga kelib qolishingiz tasodif va omad turgan bo'lsa, tasodifan kelib qolib omadga erishilgan ayol. Shunday desak bo'ladimi? Endi omad hech qachon o'zidan o'zi kelmaydi. Agar siz loyiq bo'lgan kuningiz omad sizga kulib boqadi. Ana. O'sha tasodifni tagida o'sha mehnat yotar ekanda. U omad ham o'z-o'zidan hammaga boravermas ekan. Bir rivoyat eshitganmisiz? Keling, lirik chekinish qilamiz. Qalbimiz juda ham og'irlashib ketmasin. Shunday bir baxtoyim o'tib ketayotgan ekan. Baxtoyim qayoqqa ketyapsiz deyshsa, sochi paxmoq, qo'li to'qmoqqa derkanda. Yo'lingizda shuncha go'zallar turganda siz sochi paxmoq bilan qo'li to'qmoqqa borib nima qilasiz desa, chunki go'zallarning baxti o'zi bilanda degan ekan. Qarang, qanaqa ajoyib rivoyat, juda ham yaxshi ko'raman shu rivoyatni. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha sochi paxmoq, qo'li to'qmoqligi ham qaysidir ma'noda mana baribir baxt kulib boqar ekanda, lekin baxt bilan omadning baribir farqi bor, to'g'rimi ustoz?
baxt bilan omadni farqi bor. Chunki baxtga ham siz qachonki qozonsangizgina baxtli bo'lasiz. Oldin biz mehr beramiz, keyin mehr olamiz. Muvaffaqiyatga ham oldin siz o'sha maqsadlaringizni, sabringizni, matonatingizni, harakatingizni qo'yasiz, keyin sizga omad kulib boqadi. Agar birinchi, ikkinchi qadamda chekinadigan bo'lsangiz, hech qanday omad yo'q. Mana men qancha tadbirkorlarning hayotini o'rganganimda, ana o'sha tadbirkorlar ham hozirgi kunda katta zavod egalari, katta tadbirkorlik, investorlik darajasiga kirgan, lekin ularning ham qaysidir holatida o'sha ko'tarish darajasida o'zidan o'zi tadbirkor bo'lib qolmagan. Mana shu yo'qotishlar, mana shunaqa krizislar, mana shunaqa tosh otishlar bo'lganligi uchun, ular kuchli bo'lganligi uchun aynan hozir shuncha inson ichidan o'sha tadbirkorlar, ya'ni porloq bo'lib chiqib turibdi deb o'ylayman. Va o'zimizni o'zbekchasiga aytganda boy bo'lgan. Boy, to'ppa-to'g'ri. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Chunki aytishadiki, boyni yostig'ining tagida doim tikan bo'lar ekanda. Bu yoqqa qaysi ham suqilar ekan, bu yoqqa qaysi ham suqilar ekan. Shuning uchun u uxlay olmas ekan. Nima qilsam, birimni 2 qilaman, 2ni 4 qilaman, 4ni 8 qilaman debdi. Lekin kambag'alni yostig'i doim paxtadan bo'lar ekanda, u mazza qilib uyquni urar ekan. Qarangda, bu o'z-o'zidan emas bu. Demak, o'sha boy insonlar qayerdan boy bo'ladi o'ylab qaraydigan bo'lsak, o'sha mamlakatimizdagi hozir hamma lider ayollar bormi? Millioner, milliarderlar bormi? Ularning hammasiga oson bo'lmagan. Hammasi ham mana shu siz bosib o'tgan yo'llarni ular ham so'qmoqlardan o'tishgan ular ham. Bermoqchi bo'lgan savolim, shu kirgan chog'ingizda yana MDH davlatlaridagi uchrashuvlaringizga qaytamiz. Sezasizmi? Zalni sizga bo'lgan simpatiyasini. Albatta, har doim aytiladiki, mana ko'p har xil insonlar bilan gaplashganimizda u insonlar aytiladiki, qanaqa qilib e'tirof deydi. E'tirof hech qachon pulga sotib olinmaydi. Yo'q. O'sha zalga kirganimizda butun zal, hattoki o'sha aytganingiz MDH davlatlarida o'rnidan turib, qarsaklar. Ishoning, juda ham xijolat bo'ldim. O'tirishsa-chi deyman deb shunaqa bir o'zimga bir noqul, o'zi hayotda men harakat qilaman oddiyroq bo'lishga, chunki oddiyroqda juda ham ko'p imkoniyat bor deb o'ylayman. Shuning uchun ana o'sha joyda Alloh o'zingga shukr deyman. O'zbekistondan o'zbek ayoli mana shunaqa chet davlatlarda e'tirof olishi bu haqiqatda baxt deyman. Chunki men bitta narsa ana shu MDH davlatlarda Moskvadan tashrif buyurishganda, ko'rishganda hayratda qolishdi. O'zbekiston shunaqa chiroylimi?" deyishdi. Qarangki, shu darajada mashinalarimiz, ko'chalarimiz tozaligi, kechqurunlarni aylantirdim. Biz O'zbekistonni boshqacha tasavvur qilgan edik. Xuddi go'yoki qoroq davlat yoki borganda ular qora ishchi, mardikor bo'lib ishlashadi deb o'yladik. Aslida O'zbekiston ham qaysidir ma'noda shunchalik rivojlangan ekan degan fikrini o'zi menga shunaqa baxt berdi. Mayli qaysidir ma'noda o'sha chet davlatlarning fikri bizni o'zbeklarimizga nisbatan fikri yaxshi tarafga o'zgarsa, men eng o'zimni baxtli deb his qilaman. Steve Jobsda ham bor shu narsa va Elon Muskda ham borda. Ularning o'zini millioner bo'lish darajasidagi o'sha bosib o'tilgan o'sha hozir aytganimizdek past balandliklar. Hattoki u bitta joyda tan oladida aytadiki, meni onamni deydi duosi deydi, meni shunchalik yetkazdi deydi-da. Onamni motivatsiyasi deydi, ularning til bilan aytganda, onamni har tongda menga beradigan motivatsiyasi deydi, meni shunchalik kuchli qildi deydi-da. Dilbar opa, siz nimadan motivatsiya olasiz, nimadan ilhom olasiz? Endi hozir yana ozgina oilaga qaytsak, hozir albatta men qaynonam bilan 33 yil yashaganman bitta hovlida. Allohga shukrki, onamiz har doim bizdan duo qiladi. Borimizcha qabul qiladi. Yaxshimizmi, yomonmizmi, onaga hech qachon biz aybimiz ko'rinmaydi. Shunchaki bizani xolisona duo qiladi. Lekin hammaga ham emas, qaynonam duosini olish. Men bilan demoqchiman, qaynonam meni duo qildilar. Shunaqa dedim, haqiqatda, chunki buni bemalol tik qarab ayta olaman. Misol uchun qarindosh urug'larim, o'sinim, opa-singilim, meni bilgan insonlar bo'lishi mumkin. O'lgullarcha qaynonam duoda o'tdilar. Bolam har doim topganingiz oltin bo'lsin deb. Mana shu ishdan borib yoki qaysidir 3 yil bo'ldi o'tganlarga, qaysidir joyda shu komandirovkaga ham kelgan payt o'zingizga buyursin bolam, sizki siz uyim to'lib ketadi dedilar. Menimcha aytamanki, ota-onam men treninglarimda juda ham ko'p berganman. Har doim meni aqidam ota-onaning duosini oling, qaynona qaynotangizni duosini oling deb shogirdlarimni shu talqinda
ya'ni tarbiyalashga harakat qilaman, chunki duoda juda ham katta gap. Men sizga 300% qo'shilaman ustoz. Hozirgi paytda o'zingizni ham kelinlaringiz bormi? Albatta. Muhabbat opa hozirgi kunda o'zi 4 ta o'g'lim bor, 3 ta kelinlarim bor. Bir-biridan yaxshi, shunaqangi bir ajoyib kelinlarim bor. Men har doim shukr qilamanki, Allohga shunaqa kelinlarni berganiga. To'g'ri, hayotda har xil narsa bo'lib o'tadi. Faqat biz qaysidir ma'noda og'irlik berib, qaysidir ma'noda yoshlarimiz og'irlik bo'lganda juda ham go'zal bir hayot bo'ladi. 6 ta nabiram bor, bir-biridan shirin. Alhamdulillah, Allohga shukr deyman. Eng kichik o'g'lim bor. Inshaalloh Xudo xolasa bu yil uylantirish harakatidaman. Niyatingizga yeting. Aynan mana shu tadbirkorlik borasida ham o'zingizni masalan hozir mana guvohi bo'lyapman. Eshiklaringiz ochiq. Sizni ham, mana shu yerdagi ustozlarni ham shunaqa samimiy bir kamtar bu buloqni boshidagi inson sizsizda. Agar sizda salgina bir viqor, salgina bir kalondimoqlik, oyog'ingiz yerdan uzilib osmonga yetib qolsa, bu boshqalarga ham yuqadi. Juda yuqumli kasallik bu. O'sha buloqni boshidagi insonga ko'p narsa bog'liqda. Bunchalik bir samimiy bir maktabni qayerdan tashkil etdingiz? Chunki noldan ko'tarilgan inson har doim o'sha yangi kelgan insonni holatiga tushishga harakat qilaman. Ha, ana. Chunki sababi shogirdlarimga har doim birinchi qiladigan oyog'ingiz yerdan uzilmasin deyman. Chunki prezidentimizning o'zlarining ham gaplari bor. Shuning uchun har bitta shogirdlarim qo'llari ko'ksida kelgan insonga shunaqangi bir iltifot bilan kutib olishadi. Albatta bizda o'quv treninglarimizda mana shu biz yetishgan muvaffaqiyatga ana o'sha insonlar ham yetishsin. Agar biz o'zimizni bilimlarimizni shogirdlarimizga ulashmas ekanmiz, biz qaysidir ma'noda egoist bo'lib qolishimiz mumkin. Chunki biz chiqdikmi shu yutuqqa, ular ham chiqish kerak. Ular ham dunyo ko'rishga, misol uchun o'sha boy tadbirkor ayol bo'lishga yoki tadbirkor erkak bo'lishga haqli aslida. Eng yaxshi kasb aslida tadbirkorlik ekan. Ana. Azizlar, tadbirkor degan so'z shunchaki bir og'zimizni bir chekkasidan chiqib ketganday bo'ladi. Lekin ishoning, tadbirkor ayol o'ziga nisbatan tadbirkor, hayollariga nisbatan tadbirkor, hayotdagi har bitta tartib bilan bo'ladigan ishiga nisbatan tadbirkor. Shuning uchun ham u o'sha kor degani bu ish degani, tadbir degani bu o'sha tartib. Ya'niki har bir korida, ishida tartib bo'lgan insonlar tadbirkor ekanlarda, qarang. Xo'sh, ustoz, men qiziqayotganim bularni mayli, lekin hattoki kirib kelishidan boshlab to o'sha cho'qqiga ko'tarilgungacha kitoblar, hattoki o'sha adabiyotlarni hattoki gapirib o'tasizlarda. O'sha 10 asos deymizmi kirib kelishdagi, o'sha green leafdagi masalan aytaylik birinchi bo'lib taklifni qanday qilish kerak? Sir yo'q bu yerda azizlar, sir yo'q. Men o'zim mana 1 oydan keyin mana shu suhbatni endi uyushtirdim. Tamomila ichiga kirib, batamom hammani o'rganib bo'lganimdan keyingina endi mana shu suhbatni sizga navo ko'ryapman azizlar. Shu green leafda ikkita yo'nalish bor. Kimdir kiradi, mahsulot o'zi uchun, iste'moli uchun kiradi, kimdir tadbirkorlik yo'nalishida kiradi. Aynan o'sha tadbirkorlik tanlagan insonlarga biz har doim o'zimizni natijalarimizni, o'zimizni bilim tajribalarimizni ularga xolisona o'rgatib boramiz hozirgi kunda. Yo'q, shartmi shunchalik bitta ham sirni saqlamasdan uzr so'rayman. Chunki Bedil hazratlari aytadilarki, har bir ustoz va shogirdchilikda 99 tasi o'rgatiladi, bittasi olib qolinadi. Bilasiz bu narsani, yoki Pahlavon Mahmudda ham hattoki 99 tasini o'rgatgan bo'ladi-da, bittasini o'rgatmagan bo'ladi. Shu kurash maydoniga kirganda ustozi bilan kelib qoladi-da, o'shanda shunday olib yerga urmoqchi bo'lganida ustozi o'sha bitta saqlab qolgan siri bilan uni yer bilan yakson qiladi. Ustoz, bu siringizni aytmagan ekansiz, ustozlar senga ahmoq emas degan gap bo'ladi-da. Mana shunga aytyapman, hech bo'lmasa bitta siringiz ham yo'qmi ustoz? Siri yo'q. Haqiqat agar 100% bu o'sha bilimlarni berish kerak bo'lsa, bizning aqidamiz, kerak bo'lsa, imkoniyatimiz bo'lsa 101-110% berishga tayyormiz. Shu darajada fidoyilik bilan ishlaymiz deb o'ylayman.
12 bir qonunimiz bor. 13-sini o'zingiz yarating deyapsiz-da. Albatta. Sizni o'zingiz agar sir bo'lmasa, nimani yaratgansiz 13-qoida qilib? 13-qoida qilib mana shu aynan Greenleafga kirib kelgan har bitta hamkorlar haqiqatda mana O'zbekistonimizdan oladigan bo'lsak, ya'ni o'sha tadbirkorlarimiz sonini ko'paytirib maqsad qo'yganman-da o'zi. Mana hozirgi kunda 500 bo'ldimi? Yil oxiriga inshaalloh Xudo xolasa 1000 ta tadbirkorlarimiz chiqarish harakatidaman. Hozirgi paytda iste'molchilar soni 100 mingdan oshdi. Albatta. Ayni damda Greenleafda o'zi qancha mahsulot bor? Greenleafda o'zi 4000 dan oshiq mahsulotlari bor. Hozir O'zbekistonga 1000 dan oshiq mahsulotlarimiz kirib keldi. Mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz, yirik supermarketlar bor. Ana shunaqa supermarketlarimiz soni ko'paymoqda hozir. Yana shu narsani aytay, shu korporatsiyamiz prezidenti tez kunlarda O'zbekistonga, ya'ni zavodini qurish, ya'ni O'zbekistonga investor bo'lib kirish arafasidalar. Men bundan juda ham xursandman. Men o'ylaymanki, butun davlatimiz bu narsani qo'llab-quvvatlaydi. Chunki sababi tadbirkorlarni qancha ko'p chet eldan investorlarni olib kelsak, menimcha davlatimiz uchun ham juda ham albatta boy bo'ladi. Albatta va ishsizlar soni yana ham kamayadi. O'zi nechta davlat bu yerda hissa qo'shgan? O'zi Xitoyda ishlab chiqarilgan Greenleaf korporatsiyasi aynan nima uchun 6 ta davlat bilan shartnoma asosida ishlaydi? Chunki bilamizki, Xitoyda shunaqangi bir naloglar ekan. Hozir bitta iPhone telefonini biz hech qachon Amerikadan zakaz qilib ola olmaymiz, chunki tan narxi juda ham qimmatga kirib keladi. Aynan Greenleaf korporatsiyasini, ya'ni Yevropa davlatlari bilan shartnomasi asosida qilgani mana shu mahsulotlarni, ya'ni chunki bilamiz buyuk Ipak yo'li bor bizda. Chunki shunaqa koridorlari, ya'ni Xitoy koridorlari biz uchun suv yo'nalishi bo'yicha ham, quruqlik yo'nalishi bo'yicha ham, eng muhimi logistika yo'nalishi bo'yicha ham juda ham qulay hozir yetib kelyapti mahsulotlarimiz. Shuning uchun ham Angliya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya va Xitoy o'z davlatlari va Xitoy mana shu 6 ta davlat birgalikda hamkorlikda bu Greenleafga juda katta hissa qo'shgan. Yufi janoblari Greenleaf mana shu rasmiy o'sha vakili O'zbekistonimizda, ya'ni shu mahsulotlarni O'zbekistonga olib kelib, ya'ni o'sha ishlab chiqaruvchi zavoddan primoy olib kelinyapti. Hozir qancha tadbirkorlar bilan uchrashuv qildik, ya'ni kelishdi. Ko'tarishyapti, og'irligini qarang deyishyapti. Chunki qarangki, bitta korobka o'sha kiryotgan gelimizni o'zi, eni, bo'yi, og'irligini qilsangiz, agar bu o'zbek davlatining dastur nimasidan ro'yxatidan o'tib qonuniy O'zbekistonga olib kelish qanchaga tushishini bilasizlarmi? Chunki har xil gaplar otilyapti, o'zi bunaqa edi, narx unaqa edi deyishyapti. Albatta, chunki noqonuniy yo'l bilan, ya'ni kirmagan tovarlar, davlatga o'zini solig'ini to'lamagan har xil mahsulotlar ham bo'lishi mumkin. Lekin qarangki, shunchalik bizada Greenleaf korporatsiyasining katta bir MCJ rahbari, Yufi janoblari mana shu O'zbekistonga, ya'ni tadbirkorlikni kuchaytirib, qo'llarida mana 500 dan ortiq tadbirkorlar, ya'ni ish bilan ta'minlab turibdi. Bular hali o'zlari bunchalik tushunmasliklari mumkin katta ish qilganlarini, lekin qarangki, mahsulotlarimiz arzon va sifati juda ham zo'r deb o'ylayman. Haqiqatan ham. Va azizlarimiz yana ham nima ekan bu Greenleaf deb qiziqayotganlar uchun ta'kidlab o'tamiz. Greenleaf bu 100% toza mahsulotlar va har bitta oila uchun kerak. Bu agarda sizni xonadoningizga kirib borsa, ishoning, barcha oila a'zolariga sihat, salomatlik berishdan tashqari shunaqangi baxt, shunaqangi shodliklarni ato etadi. Bularning siri bor. Kirganlar bilishadi. Buning uchun faqat kelish kerak. Greenleafni hamkori bo'lib, mazza qilib, bularni 100% ekologik ekanligiga ishonch hosil qilib, keyin bizga fikringiz bo'lsa yozishingiz mumkin bo'ladi. Ustoz, men sizni ko'rib o'sha momolarimiz esimga tushyapti. Nodira begimlar, Uvaysiylar, Ambarotunlar. Chunki ularning ham shunday bir satri bor, o'zingiz bilasiz. Juda yaxshi ko'raman shu satrni. Buna gumbazdir eshigi, to'ynigida yo'q nishon, necha gulgun po'sh qizlar manzil aylab turmakon. Pardasin olib alarning holidan olsam xabar, yuzlarida parda tortiqliq tururlar bag'riqon. Aytmoqchi bo'lganim, hozirgi paytda shunday bir ayollar borki, o'zini qobig'iga o'ralib qolgan va ishsizlikdan dod soladi, hayotidan noliydi va hamma narsadan norozi. Va men shu narsani guvohi bo'ldimki, kelib mana shu yerda ta'lim olish jarayonida o'sha treninglar paytida hammasi yuragini aytib,
boshqacha bir hayot uchun rahmat deb ko'z yoshlar qilayotganini ko'ryapmanda. Bu psixologik treningmi deyman yoki bu haqiqatan o'sha tadbirkorlikdan avval sizlar ruhiyatni sozlaysizlarmi? Bu maktab qayerdan sizda? Chunki har xil ayollar keladi bizga, hali aytganingizdek uyda siqilib, hali stress olib turgani. Birinchi u insonlarga shunchaki siz biznes haqida gapirsangiz, tadbirkorlik yo'nalishida gapirsangiz, u tushunmaydi. Chunki qalbi sarobga to'la. Qachonki insonning qalbi ochilib, ana shu o'ziga ruxsat bera olsagina, keyin u tadbirkorlikni o'ziga his qilishi mumkin. Bizning maqsadimiz mana shunaqa ayollarimiz ko'p, ishsiz ayollarimiz ko'p. Muhtoj ayollarimiz ko'p. Ana o'sha ayollarni, ya'ni moliyaviy erkinlikka chiqib, dunyoga faqat sarob bilan emas, ya'ni pozitiv bilan qarashni o'rgatamiz. Har bitta hamkorlarimga hozirgi kunda ham tayinlayman. Siringiz nimada desa, ertalab shukronalikdan boshlayman deyman. Chunki shukronalik qilsangiz, sizga otilayotgan toshlar yoki ichingizdagi negativ fikrlar hammasi o'z-o'zidan, ya'ni yo'qoladi. Bu ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi. Chunki Alloh aytganki, shukr qilsang, shukr qiluvchi sabablarni beraman. Shikoyat qilsang, shikoyat qiluvchi sabablarni jo'nataman degan. Bitta narsa butun O'zbekiston xalqimizga, Greenleaf oilamizga shu narsani aytib o'tardimki, atrofda kelayotgan har bir shamollik holat, yoqimsiz holat, har xil Instagramlarda hozir ko'rdim, nimadirlar chiqib ketibdi, shunchaki e'tibor bermaslik kerak. Bu har xil sohada bo'ladigan narsa, bu tabiiy hol deb bilaman. O'shaning uchun Greenleafimiz eng zo'r O'zbekistonda qonuniy ishlayotgan korporatsiya. Bir mashhur odam aytgan ekanki, dushmanlarim meni eng kuchli motivatorlarim. Ular sizga yana ham motivatsiya beradi. Albatta. Orzularingizdagi eng yuksak cho'qqa hali erishildimi, yo'qmi? Zabt etildimi, yo'qmi? Agar hamma orzularimga alhamdulillah erishib keldim. Lekin agar orzuyimiz hozir sir bo'lib qolsin unisi, chunki orzugingiz to'xtagan kuni siz ham to'xtagan bo'lasiz. Shuning uchun inson tirik ekanki, orzulari hech qachon, ya'ni tugamas ekan. Ya'ni orzu ustiga, maqsad ustiga katta maqsadlar. Hozir haqiqatda eng oliy maqsadlarimizdan albatta o'zi oliy maqsadlardan insonni o'zi deylik jannatga kirish bo'lsa, ya'ni bu dunyodagi oliy maqsadim O'zbekistonimizga aynan Greenleaf korporatsiyasining zavodini qurib, aynan mana shu investorlarni chet eldan olib kelish hozir rejalashtiribmiz. Va agar mumkin bo'lsa, siz o'zingizdagi hayotdagi formulangizni menga aytsangiz. Bu so'nggi savol. Albatta hayotimizda formula bor. Formula bo'lmasa, bu joygacha kelmagan bo'lardik. Har doim men harakat qilaman. Har bitta ishimni reja bilan qilishga va rejam orqali harakat qilaman. Harakat orqali natija. Hozir mana shu kungacha o'sha reja, harakat, natija hozir mana 100% natijada turamiz, Allohga shukr. Demak, formula yuzasidan keladigan bo'lsak, harakat qo'shuv, reja barobar natija. Albatta. Azizlar, siz ham natijaga erishmoqchimisiz? Hayotingizni harakatdan boshlang. Chin dildan mehnat qiling va o'sha rejalaringizni hammasini natijaga almashtiring. Xuddi bugungi biz hikoya qilgan Greenleaf korporatsiyasining 4 yulduzli xonimi Dilbar xonim Usmonova kabi. Suhbat uchun tashakkur. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Va albatta barchaga siz motivatsiya ulashdingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.